Abdullajon chiqibdilar. Assalomu alaykum. Ey, ke Abdullajon. Qaynanang yaxshi ko'rar ekan. Hozir ovqat suzmoqchiman. Abdullajon zarur ish bilan chiqdi. Xo'sh. Xullas, uyni sotmoqchi. Iye. Tushunmadim. Tinchlikmi Abdullajon? Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyni sotishga majburman. Uyni sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyni biz tashlab ikki qavatli quramiz, a? Ha, xudo xohlasa. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlar kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga 30 ming juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? 30 ming olib chiqchi. Hozir, yur onasi. Mana qo'shni, xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta Natashni borishimiz kerak. Abdulla. Pulni ol. Oling. Topganingni berarsan. Iye? Dada? Bermasang ham mayli. Dada? Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor, onangni davola. Dada, bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Tur Abdulla. Rahmat, babodirek. O'zi qarz so'ramagan odamim qolmagandi. Dada, bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartta uyni sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz sizga jam mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chir ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningning dardi tutganda sen safarda eding. Boring kasal bo'lganda kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovni kulfatida manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishgan. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi?